Ayolni pulini ishlatib yashaydigan erkakda baraka hech qachon bo'lmaydi. Bilasizmi nimaga? Chunki erkak o'zini ta'minotchi, kuchli, unga berilgan sifatlarni aynan mana shu ayolni ta'minlash orqali namoyish qiladi erkakligini. U har safar ayolni puliga yashaganda qanchalik buni tan olmasa ham ichidan o'ziga bo'lgan hurmati, munosabati, samootenka degan narsa bor, pasayib boraveradi. Eng yomoni bunga o'rganib qoladi. Mana shunaqa tekinxo'r bo'lib yashashgan. Tekinxo'rlikka o'tdimi, erkak kishi yengil yo'lga o'tdimi, tamom undan baraka oladi. Bu baraka ayolga olib beriladi. Chunki daromad endi oilaga ayol orqali keladi. Shuning uchun erkak agar badavlat bo'lay, ishlarim yurishsin, boy bo'lay, ta'minotchi bo'lay, oila boshlig'i bo'lay desa, ayolning puliga hattoki qo'l tekkizmagani ma'qulroq. Qancha erkaklar jahli chiqsa ham bu haqiqat. Ayolingiz puliga qo'l tekkizmang. Qo'ying shu pulni o'ziga ishlatsin.